Hojati gijja bo'yicha juda ko'p odamlar menga murojaat qilyapti. Men tavsiya qiladigan dorilar ko'p, dori vositalari, o'tli giyohlar asosan. Bu giyohlardan erman degani bor. Erman bu ruschasiga palingorkaya deydi, achchiq erman. Bu gijjalarni, ichakda bo'lgan gijjalarni zotigacha quritib tushiradigan o'tlardan, giyohlardan hisoblanadi. Maydalanganini bir osh qoshig'ini bir stakan 200 gram suvga solib, qaynagan suvga damlab qo'yiladi va ertalab azonda osh qoringa ichiladi hammasi. Shuni ichgandan keyin peshingacha hamma gijja tushib bo'ladi. Bir kunni o'zida. Bir kunni o'zida tushib bo'ladi. Buni yana 10 kundan keyin shu xuddi shu narsani qaytarish kerak. Tuxumdan otilib chiqqan hali mayda gijjalarni hammasini u ham bir kunda tushib bo'ladi.